to lift up pace. Qadimiy toshdan oyilgan va pichirlab duolar oqiladigan Samarqand shahrida qadimiy masjid bor edi. Unga qorong'i tushgandan keyin hech kim kirishga jur'at eta olmasdi. Chunki odamlar bu masjid odamlarniki emas, balki boshqa narsaniki deb o'ylardi va voqea qish kechasi vayronaga aylangan minora yonidan o'tayotgan bir guruh bolalar azonni eshitib qasamyod qilganlarida boshlangan edi. Lekin o'rniga tanish chuqur odam ovozi eshitildi. Ularning eng dovyuraklari dars ketgan yog'och eshiklardan ko'z uzganda, ularni abadiy ta'qib qiladigan bir narsani ko'rdilar. Gurkirab turgan alangaga botgan, ammo o'g'ri ham tegmagan, tiz chokib, mukammal bir ritm bilan ko'tarilgan. Har harakatni o'zini xotirjam o'qiyotgandek o'qiyotgan, lekin soyasi xuddi shu daqiqada devorga cho'zilib ketgan odamni ko'rdi. Ogil bolalar bu imom yoki muqaddas odam emas, balki yoshi kattaroq, qorong'iroq va ochroq narsa ekanligini tushunishdi. Bu masjidni o'zining muqaddas joyi sifatida o'girlagan va ichkariga sodiqlarni jalb qilish uchun uzoq olik imom qiyofasini olgan jin. Bu voqea shahar bo'ylab olovdek tarqaldi. Choyxona va bozorlarda olik masjid ichida namoz o'qiyotgan yonayotgan odam haqidagi hikoya va odamlar qasam ichishdi. Agar siz yarim tunda diqqat bilan tinglasangiz, olofning shitirlashi va shivirlangan misralarning chuqur ritmini eshitasiz. Shu qadar gipnozli ovoz qalbingizni tortib, sizni qadam tashlashga undadi. Har doim eski hikoyalarga shubha bilan qaraydigan bir yosh din talabasi Karim haqiqatni o'zi ko'rishga qaror qildi va juma kuni oqshomida Qur'oni va fonardan boshqa hech narsa ko'tarmagan holda masjidga kirdi. Lekin ostonadan o'tishi bilan havo og'irlashdi, devorlardan kuyik oqardi, go'yo toshlarning o'zi kuyib, ichkaridan yaltirab yonib ketdi. Namozxonaning o'rtasida turgan odamning chaqnashlari. Karim qotib qoldi, chunki bu masjidni sirli sharoitda vafot etgunga qadar o'nlab yillar davomida boshqargan taqvodor alloma imom rahmatullohning chehrasi shubhasiz edi. Lekin chehrasi mehribon bo'lsa-da, ko'zlari qizarib, og'zi juda keng tabassumga aylanib, har bir so'zning chetida to'g'ri, lekin go'yo boshqa bir ma'noga ega bo'lgan she'rlarni pichirlardi. Jin o'girilib sajdaga ta'zim qildi. Ot gilamni yondirmay yalab turdi. So'ng o'rnidan turib, bir vaqtning o'zida hamma tarafdan kelgan ovozda Karimga gapirdi. Bu uyni menga imoming berdi. U duo qildi. Himoya qildi, lekin men javob berdim va endi kirishga jur'at etganlarning ibodatlariga imomlik qilaman. Karim qaltirab, yugurishdan bosh tortdi. Qur'oni Karimni ochib, Oyatul Kursini tilovat qilardi. Lekin u o'qigan har bir oyatni yana baland ovozda takrorlar, uni masxara qilar, tovush devorlarni silkitgunga qadar muqaddas sozlarni burab, alangasi ko'tarilib, qichqiriq yuzlari shaklini hosil qilib, uning quloqi olovini yopib qo'ymasdi, uning o'rniga u to'siqdek aylanib, har bir bo'gin bilan yaqinlashdi, toki u jin uni oldirmoqchi emas, balki uni yollash. Uni bu la'natlangan masjidga uning abadiy namozxonlardan biri qilib bo'glash uchun harakat qilayotganini anglab yetdi. Ochiq soatlar o'tib, Karim yo'q edi. Faqat kuygan go'sht hidi va kulga aylangan varaqlari bo'lgan Qur'onning birgina oyatini hisobga olmaganda, xuddi o'sha kechadan boshlab masjidning rivoyati yanada qorong'ilashib ketdi. Odamlar bir emas, ikkita alanga ichida yonma-yon bosh egib, ba'zan bir-birlariga qo'shilib, nido qilib chaqirishardi. Kechasi o'tganlar arab tilida emas, balki o'z tillarida tinchlik, kuch va'da qilgan yoki yo'qolgan yaqinlarni va'da qilganlarni eshitib, qasam ichdilar. Agar ular ichkariga kirsalar, hukumat masjidni muhrlab qo'yishga harakat qildi. Lekin olov har doim qaytib, har bir zanjir va qulfni sindirib tashladi va ularning ovozi ko'payib ketdi. Yonayotgan imom ertagi shunchaki afsona emas, balki qargish bo'lib qoldi. Ota-onadan bolaga shivirlab aytiladigan la'natga aylandi. Yarim tunda eshitgan duoga hech qachon javob bermang, chunki bu Xudoning chaqirigi emas, balki alangadandir va siz kirganingizdan keyin hech qachon qaytib kelmasligingiz mumkin, o'zingiz olov bo'lmasangiz.